Abdurahmonov, Labi, Malibuni to'xtat. Hujjat yo'q. qayerdan bildingiz? Sen bilmaysan-da, 5 yil Qashqadaryoda ishlaganman. Tajribamdan kelib chiqib aytyapman. To'xtat ko'rasan. Agar hujjati to'liq bo'lsa, 2 kun dam olaman. Qarab turing. Yaxshi. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Marhamat qilib hujjatlarni taqdim qilib yuboringlar. Qanaqa hujjat? Hujjatlarim joyida xavotir olmang. Nima qoida buzgan ekanmiz o'zi komandir? Xavfsizlik kamari taqmagansiz. Yo'lda belgilanmagan chizig'ini bosib kelyapsiz, ha? Qonun qoidani menga o'rgatmay qo'yavering. Akam GAIda ishlaydilar, yaxshi bilaman qonun qoidani. Akasi GAIda ishlaydi, ana mashinada o'tiribdi. Unda akalar bilan tanishaylik. Chaqir. Xo'p, bo'ladi. Qani chaqiringchi akangizni? Aka, hamkasblaringizga tushuntirib qo'ying, qoidani buzgan ekanman. Assalomu alaykum. Inspektor, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bu ukalaringiz qoida buzmadim. Mana akam ko'rib turibdi, deyapti. Yo'q. Qoidani buzishdi. Xavfsizlik kamarini taqmadi. Belgilangan chizig'i bosib ketdi. Men yolg'on gapira olmayman-da. Yana aytsammikin? Kelayotganda piyodalar o'tish joyida piyodaga yo'l bermadi. Uning ustiga qizildan ham o'tib ketdi. Eng achinarlisi, pravasi ham yo'q. Mashina ham o'ziniki emas. Voy, voy. Ha, yo'q-e. Sizni xodim deyishdi. Akam deyishdi. Unaqa emasmi? Akasi? Bular mening kursdoshim. Biz hammamiz iqtisodiyot va pedagogika universitetini yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida o'qiymiz. Ukam emas, bu kursdoshim. Talabamiz hali. Bu necha yoshsiz? 25 yoshman. Krasavchik. Qanaqa yosh ko'rinar ekan. Malades, sizga o'xshagan buni do'stlari ko'paysin. O'tiring mashinaga. Rahmat. Bizdan kamchilik yo'qmi? Yo'q, sizdan kamchilik yo'q. Chachamen. Sen bu bizga yordam beradi deb olding, hammasini sotib qo'ydik-ku. Simiqdan qo'rqish kerak deb aytdim senga. Nima qilamiz endi? Mashinani olib ketishim kerak. Men tonimayman hech kimni. Men ketdim. Men hech kim bilmayman. Bu qonun qoidani yaxshi biladiganlar nima qilamiz, o'rtoq boshliq? Nima qilarding? Abdurahmonov, o'zimiz ish qilamiz. Jarima maydonida kuzatamiz bularni. Qashqadaryoda ham birinchi jarima maydoniga pochinda ochdik. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю.